Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlarni tekshirishyapti. Ayrim joylarda mas'ullar xonadonma-xonadon yurib, kim qanday yashayapti, kimda qanday daromad bor. Kim haqiqatan yordamga muhtoj, kim esa ro'yxatdan noto'g'ri turib qolganini aniqlashyapti. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, kelin-kuyovlariga, bir uyda yashayotgan qarindoshlarga ham tegishli. Chunki yordam puli, nafaqa, kompensatsiya yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalasida bitta noto'g'ri ma'lumot butun oilaga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga kimlar xavotir olishi kerak, kimlar tinch bo'lishi mumkin, tekshiruv paytida nima deyish kerak, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak, yordamni yo'qotmaslik uchun qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumot ertaga sizga yoki yaqinlaringizga juda kerak bo'lib qolishi mumkin. Avvallari ko'p holatda ijtimoiy yordamlar, moddiy yordamlar, pensiya ustamalariga oid tekshiruvlar asosan hujjatlar orqali olib borilardi. Ya'ni odam ariza beradi, mahalla yoki tegishli tashkilot hujjatlarni ko'radi, oilaning daromadini hisoblaydi, keyin yordam tayinlanadi yoki rad etiladi. Ba'zi joylarda xonadon holati ham ko'rilgan. Lekin hamma joyda bir xil darajada qat'iy bo'lmagan. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Davlat ijtimoiy yordam aniq muhtoj odamlarga yetib borishini xohlayapti. Chunki amaliyotda shunday holatlar bo'lgan. Ro'yxatda kambag'al oila sifatida turgan, lekin uyida bir nechta mashina bor. Pensioner yolg'iz yashayman deb ko'rsatgan, lekin aslida farzandi doimiy daromad bilan birga yashaydi. Yordam olayotgan oila nomida kreditga olingan qimmat texnika, yangi uy, tadbirkorlik daromadi bor, lekin bu ma'lumot o'z vaqtida bildirilmagan. Shu bilan birga aksincha holatlar ham juda ko'p, haqiqatan ham nogiron yolg'iz, kasal, farzandlari yordam bermaydigan pensionerlar bor. Lekin ular hujjat yig'ishni bilmagani uchun yordamdan chetda qoladi. Mana shuning uchun endi joylarda monitoring kuchaymoqda. Mahalla vakillari, ijtimoiy xodimlar, ayrim hollarda tuman bo'limlari vakillari xonadonlarga kirib real holatni ko'rishi mumkin. Bu hammaning pensiyasini olib qo'yishadi degani emas. Bu kim haqiqatdan muhtoj, kimning holati o'zgargan, kimda noto'g'ri ma'lumot bor degan savollarga javob izlanmoqda degani. Men eng avvalo bir narsani aniq aytaman. Oddiy yoshga doir pensiya, ya'ni siz mehnat staji va qonuniy huquqingiz bo'yicha olayotgan pensiya. Faqat kimdir uyingizga kelib ko'rdi, uyda televizor bor ekan, muzlatgich bor ekan deb bekor qilinmaydi. Pensiya bu ijtimoiy yordam emas, bu sizning mehnat huquqingiz. Lekin pensiyaga qo'shimcha tarzda berilayotgan ayrim yordamlar, moddiy ko'maklar, kam ta'minlanganlik bo'yicha to'lovlar, kommunal kompensatsiyalar, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari yoki boshqa ijtimoiy ro'yxatlar bo'yicha imtiyozlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Birinchidan, oilaviy holati o'zgarganlar. Masalan, pensioni avval yolg'iz yashagan, shu asosda unga yordam tayinlangan. Keyin o'g'li Rossiyadan qaytib kelib, onasi bilan bir uyda yashay boshladi. O'g'lining doimiy daromadi bor, uyga pul olib keladi. Lekin bu haqida mahallaga xabar berilmagan. Tekshiruvda mas'ullar kelib, bu uyda kimlar yashaydi deb so'raydi. Agar amalda daromadli farzand birga yashayotgan bo'lsa, oilaning muhtojlik darajasi qayta hisoblanishi mumkin. Bu holatda yordam kamayishi yoki to'xtashi ehtimoli bor. Ikkinchidan, ro'yxatda daromadsiz deb ko'rsatilgan, lekin amalda daromad qilayotganlar. Masalan, pensioner aka 1 million 200 ming so'm pensiya oladi, rafiqasi ham pensiyada. Hujjatda boshqa daromad yo'q deyilgan, lekin uy yonida kichik do'kon ochilgan, farzandi nomida bo'lsa ham savdoni shu xonadon a'zolari yuritadi. Yoki uyda tikuvchilik qilinadi. Har oy 2-3 million so'm tushum bor. Albatta, hamma kichik ish noqonuniy degani emas, lekin daromad bor bo'lsa, ayrim ijtimoiy yordamlar uchun u hisobga olinishi mumkin. Uchinchidan, yashash manzili va real yashash joyi mos kelmaydiganlar. Masalan, pensioner buvisi qishloqda ro'yxatda turadi, yordam ham shu manzil bo'yicha chiqadi, lekin aslida shaharda farzandining uyida yashaydi. Qishloqdagi uy esa bo'sh yoki ijaraga berilgan. Tekshiruv paytida qo'shnilar bu yerda yashamaydi desa savollar paydo bo'ladi. Yordam tayinlashda real yashash joyi juda muhim. Chunki xonadonning tarkibi, daromadi, sharoiti aynan shu bilan bog'liq. To'rtinchidan, yordam tayinlangandan keyin katta xarid qilganlar. Men bu yerda
pensioner muzlatgich oldu, endi yordamdan ayrıladi demoqchi emasman. Yo'q. Har bir odam uyga kerakli narsa olishi mumkin. Lekin masalan, oila kam ta'minlangan sifatida yordam olayotgan bo'lsa-yu, qisqa vaqt ichida yangi avtomobil sotib olsa, qimmat ta'mir qilsa, katta to'y qilsa. Bu tekshiruvchilarni qiziqtirishi tabiiy. Ular bu mablag' qayerdan keldi? Oilaning real daromadi qanday deb so'rashi mumkin. 5-dan hujjatlarda chalkashlik bo'lganlar. Masalan, pensioner bir uyni sotgan, lekin ro'yxatdan chiqarilmagan yoki nomida yer, avtomobil tadbirkorlik subyekti qolib ketgan. O'zi undan foydalanmaydi, daromad olmaydi, lekin elektron bazada uning nomida ko'rinadi. Bunday vaziyatda yordam rad etilishi yoki to'xtatilishi mumkin. Agar siz oldindan izoha tasdiqlovchi hujjat tayyorlab qo'ymasangiz, agar siz qonuniy pensiyangizni olayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha ijtimoiy yordamga da'vo qilmagan bo'lsangiz, sizning uy sharoitingiz tekshirilgani pensiyani bekor qiladi degan gapga ishonmang. Pensiya staj, ish haqi yo'sh, nogironlik yoki boshqa qonuniy asoslar bo'yicha tayinlangan bo'ladi. Tekshiruv asosan ijtimoiy yordamlar va muhtojlikni aniqlash bilan bog'liq bo'ladi. Agar siz haqiqatdan yolg'iz yashasangiz, daromadingiz faqat pensiya bo'lsa, farzandlaringiz sizga doimiy yordam bermasa, sog'lig'ingiz yomon bo'lsa, dori-darmonga ko'p xarajat qilsangiz, siz aksincha o'z holatingizni to'g'ri tushuntirib berishingiz kerak. Ko'p pensionerlar uyaladi. Bolalarim bor, yordam so'ramayman deydi. Lekin bolalari boshqa viloyatda o'z oilasi qiynalgan yoki umuman yordam bermayotgan bo'lsa, buni yashirmaslik kerak. Muhtojlik real holatga qarab baholanadi. Birinchi misol, 72 yoshli Xolida opa. Pensiyasi 20 million ming so'm. U yolg'iz yashaydi. Har oy qon bosimi, yurak va qandli diabet dorilarga 405 ming so'm sarflaydi. Kommunal to'lovlar qishda 2-300 ming so'mga chiqadi. Farzandi bor. Lekin u boshqa viloyatda o'zi ham ijarada turadi, muntazam yordam bera olmaydi. Tekshiruvchi kelganda Xolida opa mening bolam bor deb jim tursa, mas'ullar uni ta'minlangan deb o'ylashi mumkin. To'g'ri yo'l, dori cheklari. Shifokor xulosasi, kommunal to'lov kvitansiyalari, farzandining yordam bera olmasligi haqidagi real holatni tushuntirish. Shunda yordamni saqlab qolish yoki qayta rasmiylashtirish imkoniyati oshadi. Ikkinchi misol, 68 yoshli Bahrom aka. Pensiyasi 1 ming so'm. U rafiqasi bilan yashaydi, rafiqasi pensiya olmaydi. Ular kam ta'minlanganlik asosida yordam olishgan. Keyin qizi er bilan vaqtincha ularning uyiga ko'chib kelgan. Kuyov taksida ishlaydi. Oyiga taxminan 4-5 million so'm topadi. Agar ular buni bildirmasa, tekshiruvda aniqlansa, oilaning daromadi yashirilgan degan xulosa chiqishi mumkin. Lekin agar qizi vaqtincha yashayotgan bo'lsa, alohida ro'zg'or qilsa, daromadi ota-onaga sarflanmasa, buni aniq tushuntirish hujjat bilan ko'rsatish kerak. Masalan, alohida ovqatlanishi, alohida xarajat qilishi vaqtincha kelgani, ro'yxati boshqa joyda ekani kabi holatlar muhim bo'lishi mumkin. Uchinchi misol, 75 yoshli Karim ota. U nogironlik bo'yicha qo'shimcha yordam oladi. Uyida eski Nexia mashinasi bor. Mashina 20 yil oldingi. Farzandi chet elga ketishdan oldin otasining nomiga qoldirgan. Tekshiruvchilar bazada avtomobil borligini ko'radi. Bu avtomatik ravishda yordam bekor bo'ladi degani emas, lekin savol tug'iladi. Karim ota mashina ishlamayotganini, sotishga arzimasligini, texnik holati yomonligini, undan daromad olmasligini tushuntirish kerak. Agar bor bo'lsa, texnik ko'rik hujjati, ta'mir xarajatlari yoki mashina foydalanilmayotgani haqida izoh berishi foydali. 4-misol, 7 yoshli Saodat aya. U yordam oladi, lekin uyini yaqinda o'g'lining puliga ta'mir qildirgan. Tekshiruvchi kelib, uyda yangi eshik-rom, yangi mebel ko'rsa, demak ahvoli yaxshi deb o'ylashi mumkin. Lekin real holatda bu ta'mir o'g'li tomonidan bir marta qilingan bo'lishi mumkin. Saodat ayaning oylik daromadi esa baribir faqat pensiya. Shuning uchun tushuntirish muhim. Bu mening doimiy daromadim emas. Farzandim bir martalik yordam qildi. Hozir har oy pul bermaydi deb aniq aytish kerak. Eng katta xato shuki, odamlar tekshiruvchilar kelganda yo'q qo'rqib hamma narsani yashiradi. Yo'q aksincha nima bo'lsa bo'lar deb qo'pol javob beradi. Ikkalasi ham zarar. Tekshiruvchilar bilan xotirjam, hurmat bilan, lekin o'z huquqingizni bilgan holda gaplashish kerak. Birinchi nozik jihat. Ro'yxatda turish bilan yashash boshqa masala bo'lishi mumkin. Ko'p oilalarda farzand ota-onasining uyida propiskada turadi, lekin yillar davomida boshqa joyda yashaydi. Tekshiruvchilar bazada bu xonadonda
5 kishi ro'yxatda deb ko'rishi mumkin. Aslida esa pensioner yolg'iz yashaydi. Bunday holatda siz u ro'yxatda bor, lekin bu yerda yashamaydi deb og'zaki aytish bilan cheklanmasligingiz kerak. Imkon bo'lsa, uning boshqa joyda ishlashi, ijarada turishi, chet elda ekanligi, vaqtincha ro'yxatdan o'tgani, pasportdagi ma'lumotlari yoki mahalladan tasdiq tayyorlash kerak. Ikkinchi nozik jihat. Farzand borligi avtomatik ta'minlanganlik degani emas. Ba'zi tekshiruvchilar yoki qo'shnilar 3 ta o'g'li bor, nega yordam oladi deyishi mumkin. Lekin qonuniy va hayotiy jihatdan qaraganda farzand bor degani har oy ota-onasiga pul beradi degani emas. Farzandning o'zi ishiz bo'lishi mumkin, kasal bo'lishi mumkin, boshqa oilani boqayotgan bo'lishi mumkin. Siz buni hujjatlar va real faktlar bilan ko'rsata olsangiz, holatingiz to'g'ri baholanadi. Uchinchi nozik jihat. Bir martalik yordam bilan doimiy daromadni farqlash kerak. Masalan, qizingiz sizga bir marta 2 million so'm berdi. Siz shu pulga dori oldingiz yoki uyga ko'mir oldingiz. Bu doimiy daromad emas, lekin har oy 2 million so'm yuborsa, bu ijtimoiy yordam hisobida e'tiborga olinishi mumkin. Shuning uchun savol berilganda bolalarim yordam beradi deb umumiy aytmang. Aniq ayting, har oy emas, faqat bayramda yoki zaruratda oxirgi marta falon oyda yordam bergan. 4-chi nozik jihat. Uyda yaxshi buyum borligi har doim boylik belgisi emas. Masalan, televizor eski bo'lishi mumkin, sovutgich kreditga olingan bo'lishi mumkin, kir mashina kelinning sepda kelgan bo'lishi mumkin. Lekin tekshiruvchi ko'z bilan ko'rganda boshqa xulosa qilishi mumkin. Shuning uchun qimmat ko'ringan buyumlar bo'yicha so'rashsa asabiylashmang. Buni o'g'lim 5 yil oldin olib bergan. Bu kreditga olingan, hali to'layapmiz. Bu meniki emas, vaqtincha qo'yilgan kabi aniq javob bering. 5-chi nozik jihat. Ijtimoiy yordam faqat daromadga emas, xarajatlarga ham bog'liq baholanishi mumkin. Ayniqsa, pensionerlarda dori-darmon, davolanish, parhez ovqat, nogironlik vositalari qarovchi xarajatlari juda muhim. Masalan, 2 pensionerning pensiyasi bir xil 1 million 500 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin birinchisi sog'lomroq, o'z tomorqasidan foydalanadi, farzandi yaqin. Ikkinchisi esa insultdan keyin yurmaydi. Oyga 700 ming so'mlik dori oladi. Taglik, parvarish vositalari kerak. Shuning uchun ikkinchi odamning muhtojligi ko'proq bo'lishi mumkin. Buni isbotlash uchun tibbiy hujjatlar kerak. 6-chi nozik jihat. Qarzdorlik ham holatni tushuntiradi. Lekin hamma qarz ham inobatga olinmasligi mumkin. Masalan, siz dori uchun, operatsiya uchun, kommunal to'lov uchun qarz olgan bo'lsangiz, buni tushuntirish muhim. Lekin qimmat telefon, to'y, hashamatli xarajat uchun olingan qarz muhtojlikni isbotlamaydi. Tekshiruvchilar nima uchun qarz oldingiz, qayerga sarfladingiz deb so'rashi mumkin. 7-chi nozik jihat. Qo'shnilar fikri ham ta'sir qilishi mumkin. Men ko'p eshitaman. Mahallada kimdir yomon gapiribdi, yordamim to'xtab qoldi. Albatta, yordam faqat qo'shni gapiga qarab bekor qilinmasligi kerak. Lekin mahalla o'rganishida qo'shnilardan ham so'ralishi mumkin. Shuning uchun sizning real holatingiz hujjatlarda aniq bo'lsa, biror odamning subyektiv fikri katta zarar yetkazmasligi kerak. Hujjat doim og'zaki gapdan kuchliroq. 8-chi nozik jihat. Tekshiruvchining kimligini aniqlash kerak. Uyga kelgan har qanday odamni tekshiruvchi deb ichkariga kiritish shart emas. Afsuski, firibgarlar ham bo'lishi mumkin. Ular pensionerlarni tekshiryapmiz, yordamni uzaytirib beramiz, hujjat rasmiylashtiramiz deb pul so'rashi mumkin. Aslo pul bermang. Avval kimligini, qaysi tashkilotdan kelganini, xizmat guvohnomasini so'rang. Agar shubha bo'lsa, mahalla raisiga, hokim yordamchisiga yoki tegishli bo'limga telefon qilib aniqlashtiring. Haqiqiy xodim sizdan yordam chiqishi uchun menga pul bering demaydi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga amaliy qadamlarni aytaman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki pensioner ota-onangiz bor bo'lsa, bugunoq shu ishlarni qiling. Birinchi qadam, oilangiz tarkibini aniqlashtiring. Uyda real kim yashaydi, kim ro'yxatda turadi, kim vaqtincha kelgan, kim boshqa joyda yashaydi. Bularni yozib chiqing. Masalan, men turmush o'rtog'im, nogiron farzandim doimiy yashaymiz. Katta o'g'lim ro'yxatda bor, lekin Toshkentda ishlaydi. Qizim turmushga chiqqan, bu yerda yashamaydi. Shu ma'lumotni tartibli qilib bilib oling. Tekshiruvda chalkashib ketmaysiz. Ikkinchi qadam, daromadlarni yashirmang, lekin to'g'ri tushuntiring. Pensiya qancha, nafaqa bormi, ijara daromadi bormi, tomorqadan daromad bormi? Farzandlar har oy yordam beradimi? Hammasini aniq ayting. Agar farzandingiz ba'zan yordam bersa, doimiy emas deb tushuntiring.
Agar yordam bermasa farzandim bor, lekin muntazam moddiy yordam olmayman deb aniq ayting. 3-qadam, xarajatlaringizni hujjatlashtiring. Pensionerlar ko'pincha dorini naqd oladi, chekni tashlab yuboradi. Bu katta xato. Dorixona cheki, shifokor retsepti, analiz xarajatlari, davolanish qog'ozlari, operatsiya yoki muolaja kvitansiyalari, bularning hammasini alohida papkaga solib qo'ying. Agar siz oyiga 5.000 so'm dori olsangiz, buni og'zaki aytgandan ko'ra 3 oylik cheklarni ko'rsatganingiz kuchliroq bo'ladi. 4-qadam, kommunal to'lov va qarzdorliklarni yig'ib boring. Elektr, gaz, suv, chiqindi, isitish, ko'mir, o'tin xarajatlari pensionerlar uchun jiddiy yuk. Ayniqsa qishda kvitansiyalarni saqlang. Agar qarzdorlik bo'lsa, uning sababini tushuntiring. Masalan, qishda gaz to'lovi oshib ketdi, pensiyam yetmadi. Shu sabab qarz bo'lib qoldi. Bu sizning real ahvolingizni ko'rsatadi. 5-qadam, tibbiy holatni tasdiqlang. Agar nogironlik bo'lsa, nogironlik guvohnomasi yoki TIEK xulosasi. Agar surunkali kasallik bo'lsa, poliklinika kartasidan ko'chirma, shifokor xulosasi, dori ro'yxati. Agar qarovgada muhtoj bo'lsangiz, bu ham hujjat bilan ko'rsatilgani yaxshi. Yurishim qiyin deb aytish boshqa. Shifokor doimiy parvarishga muhtoj deb yozgani boshqa. 6-qadam, mahalla bilan aloqani uzmang. Ko'pchilik mahalladan xafa bo'lib, baribir yordam bermaydi deb bormay qo'yadi. Lekin ijtimoiy yordam masalasida mahalla xulosasi, o'rganish dalolatnomasi, oilaviy sharoit haqidagi ma'lumotlar muhim bo'lishi mumkin. Mahallaga boring, holatingizni tushuntiring, ariza qoldiring. Arizada aniq yozing. Men falon manzilda yashayman. Daromadim falon so'm pensiya, sog'lig'im sababli oyiga falon miqdorda dori olaman. Farzandlarim doimiy yordam bera olmaydi. Oilaviy sharoitimni o'rganib. Ijtimoiy yordam masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. 7-qadam, og'zaki murojaat bilan cheklanib qolmang. Har doim yozma ariza bering. Arizaning nusxasini o'zingizda saqlang. Imkon bo'lsa, kirim raqami qo'ydiring yoki qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Chunki keyin men aytgandim degandan ko'ra, mana ariza berganman deyish ancha kuchli. 8-qadam, tekshiruv kelganda o'zingizni to'g'ri tuting. Eshikni ochdingiz, xodimlar kelishdi. Avval salomlashing, kimligini so'rang, guvohnomasini ko'ring, keyin savollariga xotirjam javob bering. Uy sharoitini ko'rsatsa, qarshilik qilmang, lekin shaxsiy qadr-qimmatingizni ham biling. Agar sizdan tushunarsiz hujjatga imzo qo'yishni so'rashsa, avval o'qib chiqing. Nima yozilganini tushunmasangiz, menga tushuntirib bering deb so'rang. Bo'sh qog'ozga imzo qo'ymang. Sizning nomingizdan noto'g'ri ma'lumot yozilmasin. 9-qadam, dalolatnoma tuzilsa, uni o'qing. Xonadon o'rganilganda ba'zan dalolatnoma yoki anketa to'ldiriladi. Unda uy sharoiti yaxshi, farzandlari yordam beradi. Daromadi yetarli kabi jumlalar yozilishi mumkin. Agar bu haqiqatga to'g'ri kelmasa, darhol ayting. Iltimos, buni to'g'rilang, farzandim doimiy yordam bermaydi yoki uydagi mebel yangi emas, eski. Yoki mening dori xarajatlarim ko'rsatilmagan. Imzo qo'yishdan oldin o'qing. 10-qadam, yordam to'xtasa, darhol sababini so'rang. Ba'zi odamlar yordam to'xtaganini ko'rib indamay qoladi. To'g'ri yo'l, mahallaga yoki tegishli ijtimoiy himoya bo'limiga boring. Yordam nima sababdan to'xtatildi? Qaysi mezon bo'yicha rad etildi? Menga yozma javob bering deb so'rang. Agar xato bo'lsa, qayta ko'rib chiqish uchun ariza yozing. Masalan, ba'zida farzandingiz daromadli deb chiqdi, lekin u siz bilan yashamaydi. Buni tasdiqlovchi hujjatlarni qo'shib qayta murojaat qiling. 11-qadam, nomingizdagi mulk va transportni tekshirib qo'ying. Ba'zan odamning nomida allaqachon sotilgan mashina qolib ketadi. Yoki eski yer hujjati bazada ko'rinadi, yoki tadbirkorlik subyekti yopilmagan bo'ladi. Bu yordam masalasida muammo tug'dirishi mumkin. Agar nomingizda siz foydalanmaydigan mulk bo'lsa, hujjatini tartibga keltiring. Sotilgan bo'lsa, rasmiy o'tkazilganini tekshiring. Tadbirkorlik faoliyati to'xtagan bo'lsa, yopilganini tasdiqlang. 12-qadam, farzandlaringiz bilan oldindan gaplashib oling. Ko'p pensionerlar tekshiruvda bir gap aytadi. Farzandi boshqa gap aytadi, qo'shni 3-chi gap aytadi. Natijada shubha paydo bo'ladi. Masalan, siz o'g'lim yordam bermaydi deysiz. O'g'lingiz esa ha qarab turamiz deydi. U ma'naviy qaraymiz degan bo'lishi mumkin, lekin tekshiruvchi moddiy yordam deb tushunadi. Shuning uchun oilada aniq kelishib oling, kim qancha yordam beradi. Doimiy yoki vaqti bilanmi? Kim qayerda yashaydi? 13-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling.
Agar kimdir yordamni olib qolib beraman, buning uchun pul berasiz desa, ishonmang. Agar tekshiruvdan yaxshi o'tkazib beraman desa, bu ham shubhali. Hamma ish rasmiy ariza, hujjat va o'rganish asosida bo'lishi kerak. Pul berish sizni yanada qiyin ahvolga solishi mumkin. 14-qadam. Agar haqingiz poymol bo'lsa, yuqoriga murojaat qiling. Avval mahalla, keyin tuman ijtimoiy himoya organlari, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali aniqlashtiring. Zarur bo'lsa yozma shikoyat qiling. Shikoyatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Qachon murojaat qildingiz? Kim keldi? Nima dedi? Qaysi hujjat bor? Nima sababdan qarorga rozi emassiz? Faktli murojaat ko'proq natija beradi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Yordamni saqlab qolish uchun yolg'on gapirish kerak emas. Aksincha, yolg'on eng katta xavf. Bugun yashirsangiz, ertaga elektron bazadan, qo'shni ma'lumotidan, boshqa hujjatdan chiqib qolishi mumkin. Shunda nafaqat yordam to'xtaydi, balki oldin olingan mablag'ni qaytarish masalasi ham paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l real holatni aniq hujjat bilan xotirjam tushuntirish. Azizlar, xonadon tekshiruvlar boshlangani vahima qilish kerak degani emas. Bu jarayonda asosiy maqsad ijtimoiy yordam haqiqatdan muhtoj odamga yetib borishni aniqlash. Agar sizning holatingiz toza, daromadingiz va yashash sharoitingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, qo'rqmang. Lekin hujjatsiz, tartibsiz, chalkash ma'lumot bilan yurish xavfli. Bugundan boshlab oilaviy tarkibingizni, daromadlaringizni, dori va kommunal xarajatlaringizni, tibbiy hujjatlaringizni tartibga soling. Tekshiruv kelganda xotirjam gapiring, hujjatlarni ko'rsating, dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Yordam to'xtasa, sababini yozma so'rang va qayta ko'rib chiqish uchun murojaat qiling. Sizning mahallangizda ham pensionerlarni tekshirishyaptimi? Xonadonlarga kelishyaptimi? Kimdadir yordam to'xtadimi yoki aksincha? Tekshiruvdan keyin yordam tayinlandimi? Izohlarni yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa, pensioner ota-onasi borlarga bu ma'lumot juda kerak bo'lishi mumkin.